Eshigiga uylangan kek. Endi men bu yog'ini eshitsangiz shokka tushasiz konkretniy. Og'ziga pomada surgan bo'pti. Eshikni dumbini olib orqasidan paqillatayotgan ekan. Qatta bo'lganini aytmayman, lekin o'sha joyda, o'sha mahallada yashaydiganlar hozir videoimni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha odamni, o'sha voqeani biladiganlar bilishadi sirasi. Agar shu videoni ko'rishayotgan bo'lsa, xullas bitta mahallada eshak sotar degan odam bo'lgan ekan. Endi laqabi shunaqa ekan. Nimaga endi eshak sotar desangiz, eshaklarni sotib olar ekan. Har xil eshaklarni shu qiziqib sotib olib boshqa qilar ekan. Nima endi eshaklarni sotib olasiz bunaqa ko'p partiyani desa, u aytar ekan, endi biznesim shunaqa, yerim bor, joyim bor, demsu shunaqa derkanda, eshak endi kimga kerak bo'lib qolsa ustiga bir qism qo'yib qimmatroq sotaman deb aytar ekan odamlar. Endi odamlar ham buni to'g'ri qabul qilishar ekan. Endi biznes qilyapti. Misol kimdir ot sotadi, kimdir qo'y sotadi. Endi bu eshak sotadi deb. Shu eshak sotar degan ekan. U menga aytib berayotgan odam aytayapti, meni ham eshagim bor edi deyapti. Endi pul kerak bo'lib qoldi. Mashina eshakni sotib yubora qolay deb o'sha ishlatar ekan, o'zini ishlatadigan eshagi ekan, narsa suv tashdi, bu narsa qiladigan. Eshak sotar esimga tushib qoldi deyapti. Eshak sotarga borgan, aytgan mana shunaqa eshagim bor. So'ya bo'ldi, eshagingni olib kela olaman degan. Qachon olib kelay? Palon vaqt olib kelgin dedi. Hop degan. O'sha kuni bora olmadim deyapti. Vaqtim bo'lmay qoldi, pul zaril bo'lsa ham deyapti. Qarindoshimiznikida yig'ilish bor edi, u bilan borib ovora bo'lib qoldi. U aytgan vaqtiga bora olmadim deyapti. Uni ertasi kunimi, qaysi kuni xullas bu eshagini olib borgan, eshak sotar ekan. Endi u joy uyini tushuntirishi bo'yicha katta bir ochiq uy, bitta eski darvozasi bor ekan, paxsadan qurilgan uy. Chaqirgan, endi chaqirsa deyapti, ichkarigacha eshitilmaydi. Shuning uchun deyapti, eshagimni deyapti, darvozani tagiga qo'yib kirdim deyapti. Kirgan, endi qarasam deyapti, otxona, molxonaga o'xshagan joy turibdi deyapti. Shu yerda bo'lsa kerak deb. Hali eshak sotar shu yerda bo'lsa kerak deb. Sekin kiryotgandim deydi. Endi bu yoqda derazalar bo'lganda, oynalar, uylarning oynasi. Bu endi o'tib ketayotganda shundoq ko'zi tushib qolgan. Endi deyapti, boshida deyapti, aka deydi, ko'rib qo'rqib ketdim deyapti-da, bir maxluq turibdimi? Endi uyi ichida-da, endi tasavvur qiling. Deb qarasam deydi, eshak deyapti. Uyi ichida deyapti. Bu hayron bo'lgan boshqa qilganda, endi prosta eshakligi xayoliga ham kelmaganda, uyi ichida bu nima ekan. Keyin deydi, menimcha joyi ochilib turgan ekan, pardani o'sha yerdan ko'rib qolganda bu. Yaxshilabroq qarasam deydi, eshak. Endi men bu yog'ini eshitsangiz shokka tushasiz konkretniy. Eshagiga lozim ishton kiyg'izib qo'yilgan. Ustiga deyapti, jinski как bezgardi lipchik bo'ladi, shunaqa. Bunda taqib qo'yilgan eshagiga deyapti. Og'ziga pomada surgan deyapti. Endi shunaqa aytib beryapti. Ani orqasida ani eshakni paqillatayotgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Eshakni hali kiyim kelin eshagiga uylangan kek. Eshagiga kiyim kiyg'izib qo'yib, lozim ishton kiyg'izib, pomadali surib, o'sha bilan jinsiy munosabat qilayotgan bo'lgan ekan. Qog'ozga o'rab gapirgan. Bu prosta ko'rgan, shokka tushib qolgan konkretniy. Eshakni dumbini olib orqasidan paqillatayotgan ekan. Nima qilishimni bilmadim aka deydi. Ozgina qarab turgan, qiziq bo'ladi endi bu odamga ham endi. U qarab turibdi, ko'rgan, boshqa qilgan deydi. Eshakni deydim, nomda orqalarini silab ko'tiga urib qo'yapti deydi. Tushunmadim deganda, keyin qo'ya qol deganda eshagini olib chiqib qaytarib olib ketgan. Keyin bo'lgan voqeani o'sha yerda bir ikkita og'aynilariga aytgan. Og'aynilariga aytibdiki, buni bitta qarindoshi bor edi, shu bilan hech salom alaykum qilmasdi. Salom alaykum qilmaydi, urushib qolgan, gaplashmaydi. Balki shunga ham gaplashmas. U ham bilsa kerak qarindoshi deyishgan.
Keyin endi bular boshida ham ishonishmagan shu narsaga-da. Bu olib borgan, shuni poylashgan buni xullas devorning orqasidan o'sha joyi bo'lganmi endi. Haligi bu sheriklari ham ko'rgan, eshik sotarga eshik qilayotganini. Eshikning orqasiga o'tayotgan. Xullas haligi qarindoshini topishganda choyxonada o'tiramiz deb. Xullas choyxonasiga borishgan, qarindoshim eshik sotarga urushib qo'ygan qarindoshi bilan birga o'tirishgan. Endi ichishganda masli rostli deydi-yu. Bu bir ikkitasi yomonlab qo'ygan haligi qarindoshini orada so'kkan, boshqa qilgan. Sen nimaga gaplashmaysan u bilan? Deysa, endi bu ham kayfda yorilgan. Bu debdi eshik bilan aloqa qilib yurishini ochu shuni aytgan. Sali endi bilyapsanlarmi, bu narsa tabiiy hol, bundan battari bo'lgan. Buni debdi. Hali eshik sotar qarindoshi aytdi. Buni bir paytli uylantirib qo'yganimizda xotinini eshigiga almashtirgan. Birinchi nikohi kechasida birga bo'lib boshqa qilib chiqib ketib, eshigi bilan aloqa qilgan. Shuning uchun men bu bilan bitta dasturxonda o'tirmayman ham, gaplashmayman ham deb aytgan ekan. Bular shokka tushgan, bilgan. Endi bulargacha tomosha bo'lgan, olib borib ko'rib boshqa qilib. Keyin oxiri o'sha mahalladagilar menimcha oqsoqollari boshqalar kelishib boshqa qilib bu bilan gaplashib tushuntirishlari olib borib nimalardir bo'lgandir, endi bu yog'iga yaxshi bo'lib ketgandir hozir. Iloyim yaxshi bo'lib ketgan bo'lsin-u. Lekin men bitta narsaga meni hayron bo'layotgan, odam g'alati bo'layotgan tomoni odamda fokus bo'ladi, to'g'rimi, erkak kishida. Misol uchun qiz bolalarda ham ayol kishi bilan ham qaraydi-da, bu bo'ladi, mana bu bo'lmaydi, ne bo'lmaysa, bu menga qaroq ekan, bu ozg'inroq ekan, semizroq ekan degan, kimgadir ozg'in, kimgadir semiz tanlaydi, fokus. Bu onasini emsa, astag'firullah, eshikning orqasiga o'tib, eshik bilan birga bo'lib fokus o'lib qolgan bo'ladimi shunda? Nima bo'ladi endi? Balki hozir yaxshi bo'lib ketgandir, yaxshi bo'lib ketgan bo'lsin-u, lekin endi u eshikni shunchasini sotib olib nima qiladi deyman-da. Nima qiladi? Endi bu gapi bo'yicha endi rostmi, yolg'onmi? O'sha eshiklar bilan birga bo'lgandan keyin eshikni so'yib bir ikkita joylagan, o'tkazib yuborgan joyi bo'lgan ekanmi? Shuni orqasidan javobgarligi ham tortilgan, xullas keyin unga eshik ham sotilmaydigan bo'lgan. Endi bitta narsa aytadigan bo'lsam, eshikni go'shini halol deb, ot go'shi, mol go'shi deb sotish, yo eshikni orqasiga o'tib eshik bilan aloqa qilish. Bu na musulmonchiligiga, na ko'cha tomondan, na boshqa tomondan to'g'ri kelmaydigan narsa deb o'ylayman. Endi meni fikrim, menimcha sizlarning ham fikringlar bo'lsa kerak. Agar shunga o'xshagan voqeani eshitgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qo'yarsalar, podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Endi shunaqa odamlarga nima deymiz? Insofini bersin, bunaqa ishlar qilmasin. Men prosta bu narsani eshitganimda, prosta birinchi marta eshitganimda rosa g'alati bo'lganman, shokka tushib qolganman, kaketa tak deganman. Mayli, shunaqa odamlarga insof bersin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.